2021-27 kunlarda O'zbekistonda O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida Respublika kitobxonlik haftaligi bo'lib o'tmoqda. Ushbu haftalik doirasida Qo'qon shahrida joylashgan Amiriy nomli axborot kutubxona markazi ham faol ishtirok etmoqda va turli xil ma'naviy tadbirlar tashkillanmoqda. Bugun kitobxonlik haftaligining 5-kuni va bizning kutubxonamizda Qalb go'zalligi voqea qadriyat nomli rasmlar tanlovi bo'lib o'tmoqda va bunda ko'rib turganingizdek o'quvchilarimiz faol ishtirok etishmoqda. Ko'rik tanlov yakunida esa g'oliblar aniqlandi. Unga ko'ra birinchi o'rin egasi 41-maktab o'quvchisi bo'ldi. Ikkinchi o'rin Qo'qon davlat universiteti talabasiga nasib etdi. Uchinchi o'rinimiz esa ikkita bo'lib 35 hamda 37-maktab o'quvchilari egalladilar. Ularga esdalik sovg'alari badiiy kitoblar to'plami tantanali ravishda topshirildi. Ishtirokchilarga tashakkurnomalar ham taqdim etildi.